Assalomu alaykum, aka opazinglar. Video Moskva yurgan yaqin yurtdoshlarimizni tashlab qo'yinglar. Bir voqeaga guvoh bo'lib turman. Mana shu Femesga borib, qaysi vaqtga 55 rubl, 70 rubl degan qilib, mana shu aka opalarimiz. To'lamagan prizni 2000, 3000 yoki 5000 dan shtraf olibdi bular. Shuni yozib beryapman o'tirib bular. Mana shunaqa shtrafdan ikkita uchta olsangiz avtomatik zabr dechasizlar. Shuning uchun apa ruscha bilan yo bilmaylarki yozib beryapti shtraf. Mana berat, bular avtobus kelishini shu Lesaparkovdan oldida kutib turadi bular. Keldingizlarki, shapar bosadi bularni. Tushgan, kim to'lagan, kim to'lamagan tekshirib tushiradi. Shuning uchun mana guvoh bo'linglar, yozib beryapti shapi. 5000 shtraf yozib beryapti. Yo 5000 yo 3000 yozib beradi.